Sizlarga ma'lum, hurmatli vatandoshim, navbatdagi maqolamizga, leksiyamizga diqqat qiling. Oldimizda o'tib ketgan 1-oyning 16-kuni Tayvanda prezident saylan bo'lib o'tdi. Shuningdan keyin xalqaro jamiyatda bo'lib o'tgan so'zcheklarda bir oz o'zgarish bo'lib o'tdi. Andan keyin qisman harakatlar, faoliyatchan harakatlar o'tirg'i chiqdi. Tuvanda biz shu harakatlar bilan sizlarni tanishtiramiz. Angliya Jungoning territoriya butunligiga tuyuqsiz xiris e'lon qildi. 10,000 kishi to'plashib nishonni Jungoga qaratdi. Mavzuli xabar 1-oyning 21-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Bugun navbat keldi. Sizlarni bu xabar bilan tanishtiramiz. Xabar mundoq boshlandi. Tayvan azaldan tortib Jungoning territoriyasidir. Bu munozara talab qilmaydigan faktdir. Xabar yozg'ichi shundoq deydi. Ey Jungolik apandilar, biz bir oddiy odam sizlarga bir savol qo'yaylik-ku. Azaldan tortib deganning bir cheki bormi, yo'qmi? Azaldan tortibning cheki bormi, yo'qmi? Fizika fanlarida zaman, makon tushunchasi va zamonning o'rni bo'ladi, makonning o'rni bo'ladi. Jungolik apandilar, Tayvan azaldan tortib Jungoning zamini edi, Xinjiang azaldan tortib Jungoning zamini edi, Tibet azaldan tortib Jungoning zamini edi, ko'rsinglarchi. Dunyoga bir ko'rsib beringlarchi. Azaldan tortibning zaman chekinadi, makon chekinadi, ko'rsib beringlarchi. Jungolik apandilar. Jungolik xabar yozuvchi nima deydi? Tayvan azaldan tortib Jungoning territoriyasidir. Bu munozir talab qilmaydigan faktdir. Yangi Jungo qurilgan dastlabki chog'larda dunyodagi har qaysi davlatlar bilan diplomatik munosabat o'rnatishning oldingi sharti qilib, bir Jungo prinsipini e'tirof qilishni o'ttirib qo'ygandi. Angliya bilan Jungo diplomatik munosabat o'rnatgili ko'p yil bo'ldi. Jungo tarafning maydoni Angliyaga ayon edi. Lekin yaqinda Angliyada 10,000 dan ortiq odam to'plashib, Tayvanning mustaqil bo'lishini qo'lladi. Ularning g'arzi nima deb savol qo'yildi xabarda. Tayvan markaziy agentligi 1-oyning 21-kuni bir xabarni hadab xabar qildi. Angliya grajdanlari birlashib, Angliya hukumatiga iltimos yozib, Angliya hukumatining Tayvanni bir davlat deb e'tirof qilishini murojaat qildi. E'tirof qilishini, Tayvanni davlat deb e'tirof qilishini Angliya fuqarolari talab qildi. Birlashib iltimos yozgan kishilarning soni 10,000 dan oshib ketdi. Angliya hukumati shuning uchun mushu kunlarda munosib tartibni o'ttira qo'ymoqchi bo'lyapti. 2011-yili Angliya hukumati iltimos qilish to'rbeti ta'sis qilib, Angliya qonuniga asoslanib, iltimos qilguvchilar avval Angliya grajdanlari bo'lishi kerak. Iltimos qilguvchilarning odam soni 10,000 dan oshib ketsa, Angliya hukumati javob qaytarishi zarur deyilgan. Agar iltimos qilguvchilarning soni 100,000 dan oshib ketsa, Angliya parlamenti muhokama qo'yib munozara qiladi deyilgan. Angliya hukumati ta'sis qilgan iltimos qilish to'rbeti oshkorildi-ki, bu iltimos 1-oyning 18-kuni Lee Chapman ismli bir nafar angliyalik grajdan tarafidan o'ttirg'i chiqarildi. Navbatli iltimos ovoz qo'shquchilar 10,000 dan oshib ketdi Angliyada. 21-kuni Angliya hukumat aloqador tartibni qo'zg'atib, bir necha hafta ichida javob beradiganligini aytdi. Tayvan bir davlat. Tayvanning bir davlat ekanligini e'tirof qilish bu iltimosning mavzusi bo'lib qoldi. Tayvan bir davlat. Tayvanning bir davlat ekanligini e'tirof qilish bu iltimosning mavzusi bo'lib qoldi. Bir Jungo siyosati bo'lganda Angliya Junxuamingo hukumatini e'tirof qila olmaydi. Tayvan bilan Angliyaning munosabati g'ayri-rasmiy aloqador taraflar munosabati doirasiga tushib qoladi. Tayvan markaziy agentligi mundoq ko'rsatdi.
Angliya hükümeti adam sani 10 mingdan aşıp ketken birleşme imza koygan iltimasının bosoğısıga kelip kalganlığını görüp bir neçe hafta içinde cevap kaytırdıganlığını, bolupmu cevapның mazmununu Angliya Taşkı İşler Ministerligi tayyorlaydiganligini bildirdi. Chet ellikler Tayvan mustaqilligini küşkürtdi. Beijing olaman dep qo'shlab berib haqoratga uchirdi. Mavzuli xabar 1-ayning 24-kuni Shangang Dongfang gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Tayvanda ötküzülgen prezident saylimi ahırlaşkandan keyin mustaqillikni programma qilgan Demokratiya Taraqqiyot Partiyasi Tayvanda saylandı uftu ölüp, Sayın Hanım prezident bulup saylandı. G'arbi Tinch okean rayonida bir dolqon ko'tarildi. Angliya hükümeti tahsis qilgan torbitida Angliya grajdanlari hukumatga iltimos yozib, Tayvanning bir mustaqil davlat ekanligini e'tirof qilishni murojaat qilgandan keyin orqadilla diqqat vatandoshim. Arkadilla Amerika xalqimi Aqsarayning torbiti orqali birlashma imzoli xat yozib, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining Tayvanning mustaqilligini e'tirof qilishini talab qildi. Diqqat vatandoshim. Bir mustaqil davlat ekanligini e'tirof qilishni murojaat qilgandan keyin Angliya fuqarolari orqadilla Amerika xalqimi Aqsarayning torbiti orqali birlashma imzoli xat yozib, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining Tayvanning mustaqilligini e'tirof qilishini murojaat qildi. Angliya xalqi Amerika xalqi tuyuqsiz imzoli xat yozib, o'z hukumatlarining Tayvanning mustaqilligini e'tirof qilishini talab qildi. Hurmatli vatandoshim, bu harakat, bu faoliyat siz ya kutgan ya kutmagan bu bir ajoyib bir ish bo'ldi. Bu ajoyib bir ish bo'ladigan vaqt yetib kelgandek turamdi nima biz shunday qiyos qilaylik. Haqiqatan qaltis harakat bu. Amerika fuqarolarining Aqsarayga xat yozib, Angliya fuqarolarining Londonda parlament hukumatga xat yozib, Tayvanning mustaqilligini e'tirof qilishni murojaat qilishi bu katta gap, bu vatandoshim, bu katta gap. E'tirof qilishni talab qildi. Tayvanda saylam oxirlashgandan keyin Jungo Tayvan munosabati nazok bir davrga kirib keldi. Diplomatiya sohasida jim turgan munosabatlar hamda jiddiy o'zgarish yuz berishi mumkin deydi xabar yozuvchi. G'arb davlatlari so'nilaytib biliq tutishga urinishi mumkin. Demak, Amerika, Angliya qatorliq davlatlarni fuqarolarning harakatidan xabar yozuvchi ayblayotdi. Deydi gazet. Bu qatim Angliya Amerika xalqining imzoli xat yozib, hukumatlarining Tayvanning mustaqilligini e'tirof qilishni talab qilganligi ma'lum ma'nodan aytganda Amerika Angliya davlatlarining Tayvan masalasiga qo'l tiqishiga fursat yaratib berishi mumkin deydi gazet. Bu qatam Tayvan Angliya xalqining va Amerika xalqining hukumatlariga xat yozib, Tayvanning mustaqilligini e'tirof qilishini talab qilishi, yana bir ma'nodan aytganda Amerika, Angliya qatorliq bu buyuk davlatlarning Tayvan masalasiga qo'l tiqishiga fursat yaratib berishi mumkin.